Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana raspakovka qilamiz. Xitoydan zakaz qilgan narsalarim anchagina kech keldi. Sababi Xitoyda hozirda bayram ketmoqda. Bu o'zim uchun gilamcha zakaz qilgandim. Fotosessiya zonasi uchun narsalarni qo'yib rasm tushirish uchun aytgan edim. Juda ham mayin va yengilgina kelgan, orqalari ham yaxshi ishlangan ekan. Shapkacha zakaz qilgan edim. Shapkacha ham mayingina, yaxshi, juda ham yumshoqqina kelgan, yengilgina. Albatta har doim qizim uchun naskichali zakaz qilaman, sababi hali emaklaydi. Emaklashni boshlagandan beri bemalol emaklash uchun shunaqa gidrachali naskilar zakaz qilgan edim. Bu esa katta jiyanim uchun zakaz qilgan shapkacha, opam zakaz qilib bergan degan edilar. Xo'p degandim. Ayiqchalari bor, buni shunaqa qilib qo'yib qo'yamiz. Va jiyanim uchun ham va qizlar uchun ham shunaqa shortikcha zakaz qilgan edim. Yubkalar oyog'ini orasiga kirmasligi uchun juda ham udobniy, qulaygina narsa ekan. Va bu shapkachani ham to'g'risini